Salom obunachilar, biz boshladik. Keling, yaxshisi mushuklarning xilma-xilligi haqida gaplashamiz. Mushuklarning xilma-xilligi haqida gap ketganda, ular xilma-xillikka boy va qiziqarli ekanligini bilarmidingiz? Mushukshunoslarning ta'kidlashlaricha, dunyo bo'yicha 70 dan ortiq rasmiy mushuk zotlari mavjud bo'lib, ular tashqi ko'rinishi, fe'l-atvori va yashash sharoitiga moslashuvi bilan farqlanar ekan. Masalan, ayrim mushuk zotlari haqida bir oz to'xtalib o'tamiz. Persian zoti. Bu mushuk zoti uzun junli, sokin va muloyim hisoblanadi. Siam mushuk zotlari. Bu mushuk zotlari ingichka tanaga ega, ko'k ko'zli, juda chaqqon va epchil bo'lib hisoblanadi. Bengal mushuk zoti. Bu mushuk zoti yo'lbarsga o'xshash dog'lari bo'lib, juda faol, chaqqon, epchil mushuk zotlaridan hisoblanadi. Mushuklarning ranglariga kelsak, ular juda turli rang va naqshlarda bo'ladi. Bu ranglar ularning o'zlariga juda mos va yarashib turadi. Bir xil rangli mushuk bo'lishi mumkin, oq va qora rangli mushuk bo'lishi mumkin, kulrang bo'lishlari mumkin, hamda yana sariq, moviy, chiziqli, dog'li va yana 2 yoki 3 rangli bo'lishlari ham mumkin. Har bir mushukning o'ziga xos fe'li bo'lib, ba'zilari juda o'ynoqi, ba'zilari esa tinch va uyquvchi bo'lishadi. Ba'zilari esa juda aqlli va tez o'rganuvchan bo'lishadi. Ayrim uyquvchi mushuklarga qarab havasingiz kelib ketsa kerak. Albatta bu hazil. Aziz obunachilar, aytingchi, sizga qaysi mushuk zotlari yoqadi? Albatta kommentda yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Mushuklar haqida eng qiziqarli ma'lumotlar albatta bizning kanalimizda. Arzimas mehnatimizni qadrlash uchun like va podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, shuni o'zi yetarli.